Assalomu alaykum qadrli baland obunachilarim. Mana bugungi mashg'ulotimiz 4-kun. Itimizga joyini o'rgatishga. Joyini o'rgatishimizga asosiy kerak bo'ladigan narsa kliker va quruq ozuqa yoki go'sht bo'lakchasi. Mana hozir mashg'ulotni joyiga tashlashni o'rgatamiz. Mana. Boshida tez tashlaysiz. Keyin vaqtini cho'zib boraverasiz. Mana avtomatik o'zining joyiga kelib yotishni o'rganadi va kutishni o'rganadi. Mana shu 4-kunlik mashg'ulotimiz. Mana boshida juda ham tez ozuqani tashlab turadi. Mana avtomatik yana joyiga keladi. Kelganiga rag'batlantirish maqsadida quruq ozuqadan berasiz. Dan. Mana turib ketish holatlari tabiiy bo'ladi. Endi o'rganayotgan itlarda bunaqa tez uchraydigan holat. Bundan asabiylashib, itni mexanik yordamida yotqizib o'tirish shart emas. It sekin o'zi yotadi. Keyinchalik buni mashq kursga o'rgatganingizda topgan joyiga qotishni o'rganishni mana shunday o'rgatsangiz bo'ladi. Yanlışlıkla. Beni kuzatib turishda davom eting. Like'larni ayamang va tanishlarga jo'natib qo'yishni ham unutmang.